Davolovchilar uchun mustahkamlovchi 20-chi amaliyot. Bugungi amaliyotimiz bu mikroflora. Energoobmen. Energoobmen juda ham yuqori instrument. O'zida qobiliyatlari maksimal darajada faollashtirgan. 21 bosqichni maksimal хотя бы bir qanaqadir bir katta bir qismini bajarganlar uchun ayniqsa, потому что katta instrument. Agar siz endi birinchi marta kelib ertaga ishlamoqchi bo'lsangiz, bu во-первых, energetik quvvatingiz bunchalik bo'lmaydi va energoobmenni katta ko'p olganligingiz hisobiga siz minusga kirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Energoobmen juda muhim deb aytaman-ku bunida. Energoekologiya, energoobmen haqida juda ko'p gapirganmiz. Bu haqiqatdan katta ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Energoobmen jonli 8777 rubl, onlayn 7839 rubl. Bu deyarli $100 yaqin. Endi men nimani tushuntirib bermoqchiman sizlarga? Qiymatini, energetik yo'mkostini tushuntirib bermoqchiman bu instrument. Agarki siz o'zingizda davolovchilik qobiliyatlaringizni mustahkamlasangiz, kuchaytirsangiz, bu instrumentni ta'sir qilish siz orqali yo'mkostingizda именно shu tezlik bilan amalga oshadi. Tasavvur qilyapsizmi, yo'mkosti qanaqa? То есть bu 200 ming, 300 minglik emas instrument. Gap pulda emas, yana bir bor aytaman. No, instrumentni energo sig'imkorligida. Ko'ryapsizda, qanchalik darajada sig'imkorligi yuqori bo'lgan instrument. Demak, shuncha energiya beriladi. Shuncha energiyadan oladi o'sha inson va shuncha energiyani o'zida faollashtiradi. Sig'imkorligi juda yuqori bo'lgan. Demak, bu degani mana shu sig'imkorlikka teng degani, yo'mkosti shunga teng degani. Da ahamiyat bering, instrumentni oldingiz, siz kirityapsiz, no qanaqa darajada yo'mkostga ega bo'lgan imkoniyatlarni o'zingizda ocha olasiz. Qanaqa darajada sivilizatsiyalar bu narsani imkoniyatlarini o'zlari uchun. No, конечно же, bu yerda bitta davolashdan keyin bu narsa bo'lmaydi. Bu yerda sizni mehnatingiz, sizni harakatingiz ila bu narsa amalga oshadi. То есть qanchalik darajada yo'mkostimiz oshgan sari, energo sig'imkorligimiz oshgan sari, kengayganimiz sari, tozalanganimiz sari kengayamiz albatta. Da bizda imkoniyatlarimiz yanada ham kengayadi. Bu siz iloji yo'q. Biz tozalanish o'rniga keladi barcha jarayonlar. Tozalanishsiz kelmaydi. Mana shu instrument da sizlarga barchangizga taqdim qilindi. Bugun kiritib olib, ertadan boshlashingiz mumkin bo'ladi, sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi.